Abduvali Ayubning Turkiyada Xitoy ishtiyoqi nomli kitobidagi kichik tema Kashmirdagi Uyg'urning izi. Tarix bağlagan rishta bugungi chegaralar sabablik uzilgandek ko'rinsimi, til, san'at va madaniyat onu bağlab turdi. Bugun bir Kashmirlik tonishimning Nanchai degan maqolasini o'qib, shularni o'ylab qoldim. Maqolada u Nanchayning va Chay madaniyatining Kashmirga Yarkentdan kelganligini yozibdi. Tordan Nanchayning damlanish usulini ko'rib baqdim. Suvni villada bir o'rlitib, ustiga chayni silib turib olgandan keyin ustiga boshqa xurishlarni soladi ekan. Xurishlar bilan qo'chilib, g'alranglik bir ichimlik hosil bo'ladi ekan. Demak, biz u usulda chay damlashni Kashmirga tarqitib bo'lib, unutib qolgan bo'lishimiz mumkin. Yoki biz isloh qilib ichayotgan bo'lishimiz mumkin. Gap chayning asli Kambodjadan tang davrida Xitoyga va dunyoga tarqalganligi. Uyg'ur savdogarlarning chayni jahonga yeyishni yaratgan to'hpillar haqida bo'ldi. Suhbat Nanchaydan o'tib, bizda bor etgan chay, pamil chay, sut chay, qaymoq chay, yong'oq chay degan mazmunlar ko'chganda o'rtaqlik texim ko'p chiqdi. Kashmirliklarmi bizdek sut chay, qaymoq chay, etgan chaylarni ichadi ekan. Ammo bu so'zlarning va bu xil madaniyatning nerdan kelganligini bilmaydi ekan. Uyg'ur haqidagi paranglar uning maqolasini beyitdi. Uning bu haqdagi inglizcha maqolasida chayning Uyg'urdan taralganligi, Qashqar bilan Kashmirning tarixi, diniy va madaniyat bog'lanishi yo'ritildi. Chay haqida paranglashib, chaydan boshqa nurg'un o'rtaqliklar chiqib qoldi. Ularga chayni yayganlarla emas, islomni yayganlarmi Uyg'urlar ekan. Kashmirliklar Sultan Sadruddin zamonida islomga musharraf bo'lgan bo'lib, Qashqardan borgan Sopi Bulbulshah degan kishi Kashmirga kelib, esil fazilatlari bilan inovat qozongan va hidoyat yo'lini kengaytirishda zo'r muvaffaqiyat qozongan ekan. U Kashmirda yuqori tabiqalarning islomni qabul qilishiga sababkor bo'lib, shu orqali texim ko'p kishilarni musulmonlik sharofatiga boshlagan ekan. Bulbul Shohning ismi asli Sayyid Sharifiddin Abdurrahman bo'lib, 14-asrlarda Kashmirga kelgan va uzoqqa qolmay yuqori inovat qozongan. Kashmirlik tonishimning Abdurrahman demay, Abdurrahman talaffuz qilishi diqqatimni tortdi. Bizda Rahman ba'zida Rahman talaffuz qilinadi. Abdurrahman deganni Abdurrahman deydigan kishilar uchraydi. Qaraganda islomcha ismlardagi bu o'rtaqlik shu ismlarni qo'yib bergan Bulbul Shoh hazratlaridan qolgan bo'lsa kerak. Kashmirlik birodardan nimishqa bu kishining Bulbul Shoh deb atalganligini so'rdim. Uning tushuntirishlarining hech biri chek bosmadi. Shu an ismga Uyg'urlarda o'g'illarga qo'yiladigan Bulbul degan ism va qiroati chiroyli qorilarni Bulbul qorim deb ataydigan odatning borligi keldi. Buni anglab babaning ko'zlari uzoqdan beri ichilmagan sir ichilgandek chaqnab ketdi. Yuqorqi tarixdan qaraganda Uyg'urlarning ovozi chiroyli kishilarni bulbulga o'xshatishi, qiroatni ohanglik o'qigan kishini bulbul deyishi yaqinqi gap emas ekan. G'uljida tamburchi usta bo'lsa, tamburning quliqiga bulbul qo'ndiganlik haqida paranglar bor. Bulbulning inson chalgan kuyini bilishi notayin. Ammo bu Uyg'urlarning kuyga xushtar bulbulga bo'lgan amroqlik sababidan bo'lsa kerak. Kashmir bilan Qashqarning, Kashmirliklar bilan Uyg'urlarning bog'lanishi ikki rayon xalqini o'rtaq chay madaniyati va muqam an'anasiga ega qilgan. Kashmirda yilmi Qashqari degan jamoatdagi kishilarni uchratqili bo'ladi. Hindistonga tava Kashmirda yilmi bir bo'lak Uyg'urlar yashab turmoqda. Gerçi ularning ko'pinchisi ona tilini unutib ketgan bo'lsa-mu, Uyg'urlik madaniyati saqlanib qolgan.
Uyg'urlar bilan Kashmirliklarning aloqasi yaqinlardimi davom qilgan. Bu ikki rayon xalqi Kushan imperiyasi davrida boshlangan aloqasini Ladakh yo'li orqali asrlardan asrlarga boshlab kirgan bo'lib, ta 1950-yillarga qadar uzib qo'ymagan. 1949-yilning oxirida Xitoy zulmidan qochib chiqqan Uyg'ur musofirlar Kashmirga to'plangan. Ular keyincha u yerdan ayrilib da'vo qilg'ili boshqa ellarga ketgan bo'lsa-mu, Kashmirda yilimi Uyg'ur bilan bog'lanishliq bir da'vo davomlashyotdi. U bo'lsa-mu, bugun Hindistonga tava Kashmirdagi Oqsaychin masalasi. Xitoy da'vosini qilayotgan bu yerda asli Xitoyning emas, Uyg'urning haqqi bor albatta. Kashmirda qolgan Oqsaychinni Xitoy bizga tava deydi. Buningga Oqsay degan so'zni Uyg'urcha deb da'vo qiladi. Agar shu da'vo bo'yicha bo'lsa, etgan choy, non choy, qaymoq choy ichadigan, muzika va din madaniyati Uyg'urlar bilan bog'lanadigan Kashmirliklarmi Xitoyga tava bo'lamdi? Ular Oqsaychin degan so'zdagi chinni Xitoy deb turib oladi. Agar Xitoy tarixni e'tirof qilgan bo'lsa edi, o'tmish zamonlarda Qashqarning Chin, Xotanning Machin deb atalganligini bilgan bo'ladi. Oqsaychinga choyni tarqatgan, yeb ichibla qopib ketmay, iymon, insof, xayr ihson bilan yashab, islomning go'zalligini yaygan Uyg'urning zimindorligini Xitoy va nomard dunyo e'tirof qilgan bo'lsa, tugumas fitnaga o't ketmagan bo'ladi.